Yana oxirgi gapim, uzayib ketgan bo'lsa uzr so'raymiz. Jaloliddin Rumiy rahmatullohi alayh bir Masnaviy sharifda hikoya keltiradilar. Bir boy erta bilan kallay saharlab hammomga boradigan bo'pti o'sha davr. Obshiy hammomlar bo'lgan u paytlarda. Uyda hech kim uyda sanuzil bo'lmagan. Alohida bo'lmagan. O'sha hammom bo'lgan. Xizmatkori ketdi, turay debdi, sochiqlari, shampunlari olibdi, bir hammom qilib kelaylik debdi. Yo'lda ketayotgan ekan, bomdod namoziga azon chaqirilib qopti. Quli musulmon ekan, iymonli ekan. Xo'jayiniga aytdi, "Xo'jayin, ruxsat qiling, shunda bomdodni jamoat bilan o'qib chiqay" debdi. Yoqmabdi. Yoqmaydi-ku. Burnini jiyibdi. Barbarda tez-tez kirdi, tez-tez chiqmay kutib qolmaydi. U kirib ketdi, bu qolib ketibdi. Bomdod namozi o'qilib, jamoat chiqib tarqab ketibdi. Lekin boyaga xizmatkordan asar yo'q, chiqmayapti. Masjidning ostonasiga borib, ichkariga qarab, "Ey Abdullo chiq. Hozir xo'jayin. Ey Abdullo chiqyapsanmi? Hozir chiqyapman xo'jayin. Ey qachon chiqasan Abdullo? Chiq." Mana shu savol javob bir 10-15 minut oxiri toqati toq bo'lgan xo'jayin badbaxt Abdullo debdi. Kirib ketganingda kallay saharlabdi, choshgoh bo'ldi. Quyosh mo'yi qachon chiqasan, nimaga chiqmayapsan desa, "Xo'jayin, men chiqishga harakat qilyapman-u, meni chiqargani qo'ymayapti" debdi. "Ha badbaxt, masjidda hech kim qolmagan bo'lsa, hech kim yo'q-ku, hamma ketib bo'ldi, seni kim chiqarmayapti" desa, "Sizni masjidga kirgizmayotgan zot meni masjiddan chiqarmayapti" degan ekan. Janozalar bo'lyapti. Tumonat odam 300-400 odam masjidga tobutni ko'tarib boradi. O'shalarni yarimi 150-200 tasi bu yoqdan kirib masjidga xonaqalarga kirib, mayli peshinnimi, asrimi bitta namoz o'qiydi. Qolganlari men bu yoqda devori tagida turib, qo'lida sigaret, og'zida nasvoy, u yoqdan gaplashadi, bu yoqdan gaplashadi. Nimaga kirmayapti? Chunki ular fosiqlardir. Innalloha la yahdil qawmal fasiqin. Men fosiq kimsalarni hech qachon hidoyatimga boshlamayman. U fosiq degani Alloh uchun yoqimsiz ishlar qiladigan, Allohga teskari ishlar qiladigan odamlarni fosiqlar deydi. Ular fosiqlik qilsa-yu, men unga jannatning kaliti bo'lgan namozni berib qo'yamanmi? Meni baytimga, masjidga kirishiga ruxsat qilamanmi deydi. Masalan, uyingizga yomon ko'rganingiz kelsa kirgizasizmi? Kirgan taqdirda ham mazza qilib o'tirasizmi? Yomon ko'rgan dushmaningizni hech qachon Alloh ham o'zi yomon ko'rgan bandalarni masjidga kirgizmaydi, birodarlar. Demak, bugun biz qaysi toifa qatordamiz? Masjidga kirib ketayotgan toifadamizmi yo masjidga kira olmayotganlar orasida turibmizmi? Hayya ala solat dedimi? Eshityapsiz. Uyquzda eshitildi. Turmadingizmi? Masjid oldidan o'tib ketyapsiz. Hayya alal falah dedimi? Kirmadingizmi?